Assalomu alaykum qadrli Agroz kanali obunachilari. Xudo xolasa akalar, baraka narxlar bilan tanishamiz. 2026-yil 18-iyul sanasiga. Kuzatib borlar, layklar bosib turlar. Xudo xolasa barakalar ko'rsatib beraman sizlarga. O ketyapti sigirlar. Ma'dosi chiqadi, olib beramiz. Nech pul bo'pti aka? 20 mi? 20 million bo'pti. Ve qancha bo'pti bunisi? 30,5. 30,5 bo'pti. Ye ana bo'shab ketibdi. To'palang. Ha, qizdiryapmiz xudo xolasa. Ve nech pul bo'pti chep? Nima shu? Jonivor, shopir ekan. Ha, o'tkazib oladi, hozir ketadi. Aka, Ve nech pul bo'pti? Siz bo'ldi. qani? Qancha bo'ldi shep? 65 mingdan taroziga bo'pti. Akalar bu qamiz. Olganga sotganga olib baragasini. Nech pul bo'pti aka? Bu ham 65 mingdan taroziga bo'pti akalar. Qani endi qolganlar chiqsin. Ve nech pul bo'pti shep? Shep qancha bo'pti? Nech pul bo'ldi? 25,7 bo'pti. 25 million 700 ming so'mga shves buqamiz baraka bo'pti akalar. Asaka O'zbekiston chorva mol bozorida akalar. Mana, yana bola sigirlarimiz chiqyapti, xudo xolasa. Sekin o'z barakalar olamiz. Bolaga qancha bitdi? 36 millionga bitdi. Yana bolasi qo'naji. Mana, bolasini olib olsa ekan. Mana buni bolasini olib olsa ekan. Aka qancha bo'ldi? 32 million 500 ming bola buqa 120 ta sutga akalar, mana shves barakasingiz. Va nech pul bo'ldi? 40 qancha ham bo'pti. Barakasingiz. Ha, o'sha egasi olganmi? Mana. Egasi yo'q bolam chiqib qoldi. Ketdik. Qancha bo'pti aka buqa? Qanchadan qaytdi? 34 milliondan qaytdi akalar. Nech pul oldi tog'a? Nech puldan qaytdi? 14 million 8 mingdan qo'najinimiz qaytibdi akalar mana. Bo'ylari biri 15 plus minusda. Ye mana bunisi ham qaytibdi. Qancha bo'ldi? Nech pul? 22. Barakasini bersin. Zo'r bo'pti, 22 million. Mana. Qancha bo'pti aka? Bu hozmi bular? Nech pul oldi bu aka? Bilmadim. 27 tur, 27 million 400 ming so'm. Nech puldan bo'ldi aka bular? 15 dan. 15 milliondan bo'pti akalar. Buqa, ikkita buqa. Zo'r. Buqa kimlar? Mana shu buqamizni so'raymiz. Chiroyliligini qaranglar buni. Biz emas, hozir so'raymiz-da. Qoraga qancha bo'pti? Telefonda gapirib, ana chiqyapti. Ola qoralar chiqyapti. Ana bo'shadi. Nech pul bo'pti aka? Bilmadik buni. Voy. Nech pul oldi? Aytmadingiz. 20 ha. Nech pul bo'pti aka? Nima? Bilmassiz. Qani egasi? Oshda qancha bo'ldi? Qanchadan qaytdi? 17 milliondan qaytdi akalar. Qani endi qo'yarlar chiqsin. Oshda qancha bo'ldi? Nech pul oldi oshda? Oshda qancha bo'ldi? 16,5 million bo'pti akalar, o'najinimiz. Zo'r. Bu buqa qancha bo'pti? Qor aka. 3 ta 81,5 million bo'pti. Bundan oldin mayda turgan ham siznikida? Endi chiqyaptimi? O'ta chiqyapti. O'na kelyapti. 1, 2, u 3-chi 81,5 million bo'pti. Zo'r. Mashina ham puli yo'linibdi. Zo'r. Bozor arzida. Layklar bosib turlar akalar. Oqbosh qancha bo'pti? 35 million bo'pti aka, lena bola. Bolasi buqa 10 tadan ko'p suti bor, 12 tamiki sutga. Zo'r. Mana endi qo'yganlar.
Chiqyapti, xudo xolasa. Akalar go'zali. Necha milliondan aka? Qanchadan qaytdi? 43 milliondan qaytdi. Mana akalar. Yo'q, gigant qaranglar. Qo'shtoq qancha bo'ldi bu? Necha pul oldi, shef? Qanchadan qaytdi? 45 milliondan qaytibdi. Necha puldan qaytdi aka? 8 milliondan qaytibdi akalar. Zo'r. Necha pul oldi? 17 oldi buqa. Mana. Necha pul bo'ldi shef? 19 million bo'ldi. Qancha bo'ldi bunisi aka? 13 million 700. 19 million buqa, 13 million 700 qo'nasi. O'tib ketib qoldi. Akalar, baraka narxlar bilan tanishdik. Kuzatib borgan hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Like'lar bosib ketishni unutmanglar. Hammaga rahmat.